Migratsion kartangizni muddati yetib kelgan. Kirdi chiqdi xizmatdan foydalanishingiz kerak. Mashinada boradigan bo'lsangiz 3 kunlab umringiz o'tadi. Undan tashqari yeb ichishingiz bor. Yo'lda ichki ishlar xodimlari assalomu alaykum hoji aka deb kutib oladi. Undan tashqari shofirga pul berasiz. Qish kunida yerlar muz, joningizni xatarga qo'ymasdan ana 20-25 ming pul ketadi mashinada boradigan bo'lsangiz. Undan ko'ra bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Axay, ya'ni kim siz misol oladigan bo'lsangiz Moskvadasiz deb tasavvur qilaylik, jannatiy birodarim. Moskvadan Samaraga uchasiz, erta o'zimizni shofirlarimiz kutib olib, sizlarni kirdi chiqdi qildirib, Qozog'istonning chegarasiga yana Samarani aeroportiga olib kelib qo'yadi. Samarani aeroportdan sizlar yana Moskvaga samolyotda qaytasizlar. Bir kunda 24 soat ichida kirdi chiqdi xizmatdan bemalol foydalanasizlar. Narxlari 11500 rubldan boshlanadi. Kuniga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Agarda sizlarga bir kunda kirdi chiqdi xizmatlari kerak bo'lsa, mana qilib oyog'ingizni hali tepadan qilmasdan, shundagina mana ko'rsatilayotgan nomerlarga murojaat qilib qo'ying. Biz xizmatdamiz. Assalom.